Aka, xazinem dərisxanəsi balalar çöçəkləri yollabdı. Hə, bana mən gəldim, umaq sınlım. Balalar çöçəkləri anlamakçı olsanız Xazinem YouTube kanalını kuşuyalım. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umaq qızım, yana sizga hikoya aytib berishni başlay Umaq bolam. Bugun huzuringizga Buvay Mo'may va Qirmiki yana hikoyasini aytib beray bo'lamdi. Burungi zamonda bir buvay bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular to'limi kambag'al ekan. Ularning birdan-bir pulga yarg'idek narsa bir qirmikiyan ekan. Biroq bu qirmikiyan birmi tuxum tug'ib boqmabdi. Bir kuni qirmikiyan tasodifiy bir tuxum tug'ibdi. Buvay bilan mo'may bundan bek xo'shal bo'pti. Ular bundaq yo'g'on tuxumni ko'rib boqmagan ekan. Aradan uzun o'tmay bu tuxumdan bir cho'ja chiqibdi. Vah, bu cho'ja ajoyib yo'g'on ekan. U tuxumdan chiqibla taraf-tarafga bo'ynini suzib, uchirganli narsani cho'qilab yeyishga boshlabdi. U har qanday narsani bersa, biroqni yutib etadi ekan. Uzoq qolmay buvay bilan mo'mayning ochliqining hammasini bu cho'ja yeb tugitibdi. Ularning uningga bergidek hech narsa qolmaganlikdan oxiri uni so'yibdi. Buvay bilan mo'may to'g'oning go'shini pishirib bozorga olib setibdi. Ondan uning puliga nurg'un ochliq ilib, uni uzoqcha yebdi. Bu cho'jak tugabdi Umaq bolam. Apa, bu hikoya bir qoldicha yana qushqashning hikoyasini aytib bering. Menda qushqashqa amara. Bu hikoya qisqa kep qoldim bolam. Endi sizga bir sirli qushning hikoyasini aytib beray bo'lamdi? Charles tag'a qushlarni intayin yaxshi ko'rdi ekan. Sizga o'xshash qushqashlarni yaxshi ko'rdi ekan, shundaqmi? Bo'libmi qo'liga azroq narsa ilib olib, qush bolalarga yegizishni texmi yaxshi ko'rdi ekan. U har kuni bog'chini aylanib keladi ekan. Bog'chida qushlar to'la ekan. Charles tag'a hamisha bir quruq qutini ilib, uningga teriqqa o'xshash narsalarni qachilib olib, yo'lda mang'ach qushqashlarga don chechib beradi ekan. Kunlarning o'tishi bilan ushshaq qushlarning hammasi oq ko'ngil Charles tag'ini to'nibapti va uning bilan obdonli do'st bo'lib qolibdi. Bir kuni Charles tag'a bog'chida mang'ach qushlarga don chechib berayotganida qushlarning orasida texicha ko'rib boqmagan bir qushning turganligini bayqab qolibdi. "Oy, ma qushni sen bu yerda emas eding-ku?" debdi Charles tag'a astag'ina. Shundoq, men bu yerda emas edim. deb umaqqina og'zini ichib pichirlabdi kichik qush. "Undoq bo'lsa sen nerdan kelding?" Mahallaning nerqi tarafidagi bir o'rmonlikni bilasiz-ku? Men va mening do'stlarim shu o'rmonlikda turamiz. Hozir u yerni butunlay qor qoplab ketdi. Men bu yerga dollig'ili keldim. Bizning
Bizning u yerdimi don beradigan bir odam bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Kichik qush so'zini tugitibla purruda uchib ketib qopti. Shuningdan keyin Charles tag'a har kuni bog'chaga berib, qushlarga don ichib bergandan tashqari o'rmonliqqa boradigan bo'pti. Chunki u yerdagi uşak qushlar uningga ehtiyojli ekan. Oma qizim, siz qushlarga amroq dedingiz. Sizmi Charles tog'idek qushlarga o'z qo'lingizda don berib boqqanmi? Berib baxmagan. Samimiy gap qildingiz, oma bolam. Bergingiz bormi lekin? Nemishqa berib boqmaysiz? Men har kuni qo'limda qilib boqimba, lekin qo'limda qilsam cho'qollandikin deb qo'rqayman. Ya, qushlar bak aqlli ham siz yaxshilik qilganini biladi. U hargiz sizni qo'lingizni cho'qlab olmaydi, oma bolam. Buda qushlarga don berish fursati kelib qolsa, cho'qim berib yiqqan bo'lamdi. Shuning bilan tek qushlar bilan do'st bo'lib qolamsiz, dexi. Amsa, bugun hikoyadan 2 naqladingiz, endi uxlamdiq, oma bolam. Shirin tushlar sizga hamroh bo'lsin, oma qizim. Xayrli kech.